Yoshim 29da, bu yil 30ga to'laman. Hech qanaqa ajrimlarim yo'q. Botoks umuman olmaganman. Sizlarga damashq hudlarim bilan bo'lishaman. Faqatgina labimda filler bor, boshqa hech narsa. Noitlar haqida gaplashamiz. Retinol va retinal. Men bitta bankasini ishlatib bo'lganman, shuning uchun bemalol otziv eta olaman. Hujayralarning yangilanishini tezlashtiradi, baryerni mustahkamlab beradi, toshmalar va pigmentatsiyani zo'r ketkazib beradi. Ularni ketkazishini-ku gapirmasa ham bo'ladi. Undan oldin yuzimizni yaxshilab namlab olishimiz kerak bo'ladi toner bilan. Toner ham Selimax firmasiniki, Mikriglaylar ham Selimax firmasiniki. 2 kapelkadan yuzimizga sursak yetadi. Tushunmasanglar, korobkasining ichida instruksiyasi ham bor. Boshlanishiga haftada 1-2 marta ishlatishinglarni maslahat beraman. Faqatgina kechqurun ishlatilinadi. Kunduzi esa SPF siz yurmasliklarini maslahat beraman. Retinol butun yuzga surilsa, retinal esa faqatgina ma'lum bir tochkalarga, ya'ni nasakubkaga, ko'z atrofiga, bo'yinga suriladi. Oxirida vaqtga qarab yuzinglar qurigandan keyin uvlajnaющий krem ishlatasizlar. Shu bilan uxlashga yotamiz. SPF surish umuman esinglardan chiqarmasin, agar dog' tushishi mumkin.